ajrashish uchun sudga ariza bergandim, lekin mahalladan xulosa kerak ekan. Bu mahalla esa xulosani bera olmayapti. Beringlar desam bermaymiz deyapti. O'zi mahalla xulosa berish kerakmi? Berishga ular majburmi degan savol tug'iladi va mana shu savolga juda ko'pchilik murojaat qilyapti. Hozir mana shu savolga tochka qo'yib qo'yaman. Oxirigacha videoni ko'rib turing. Qaranglar. O'zbekiston Respublikasining Oliy sudining plenum qarori bor. Mana shu plenum qarorida belgilab qo'yilgan, agar er-xotin yarashmayotgan bo'lsa, kelishmayotgan bo'lsa, mahalla borib ularni yarashtirishga harakat qiladi. Profilaktik chora-tadbirlarni ko'rib, o'sha oilani kelishtirib qo'yish ishlarini amalga oshiradi. Agar kelishtirishlikning iloji bo'lmaydigan bo'lsa, kelishtira olmadim deb ular sizlarga xulosa beradi va sizlar o'sha xulosani olib sudga olib borib topshirasizlar. Bundan ko'rinib turibdiki, demak, Oliy sud plenum qarorida belgilab qo'yilgan ekan, er-xotin ajrashaman, yarashmaymiz deb turgan holatida mahalla borib harakat qilar ekan va o'sha harakatni natija bergan yoki bermaganligi uchun xulosa qilib berar ekan, o'sha xulosani siz sudga olib borib topshirar ekansiz. Va bu yerda yana bitta holat bor. Mahallani hadib ayblovlash ham noto'g'ri. Chunki u mahalla ham baraka topganlar o'sha oilani saqlab qolishlikka, mana bu bolalaringizni yetim qilmasliklaringizga, yana kelgusida bitta oila bo'lib yashab ketishlaringiz uchun barcha kerakli harakatlarni amalga oshiradi. U yerda mahalla raisi bo'ladi, xotin-qizlar bo'ladi, o'sha mahallaning imomi bo'ladi, uchastkavoy va boshqa qolganlar bo'ladi va shuncha odam sizlarni yarashtirishga harakat qiladi. Va unutmangizlarki, ajrim bu yechim emas. Har bitta masalani yaxshi tomonlama ham yetsa imkoni bor. Endi tochkasiga borib urgan bo'lsa, u yog'i o'zlaringizga havola. Men shunchaki profilaktika uchun aytib o'tib ketdim. Umumiy ma'noda mahalla xulosa qilib beradi, qilib berishga majbur va faqat ular shu chora-tadbirlarni ko'rish kerak bo'ladi, borib yarashtirish kerak, harakat qilish kerak va o'sha harakatdan kelib chiqib xulosa qilib beradi. Xulosa qilib bermasa, murojaat qilasizlar, o'zimiz amaliy yordam beramiz sizlarga. Videoni yaqinlarga borib qo'yinglar. Foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lishingizni unutmang. Men uzrasizlar kechirasizlar, majburan bo'lyapman. Bu narsaga men qarshiman. O'g'linglar bilan gaplashdim. Bu ham qarshi ekan. Men to'g'ri tushunasizlar. Voy, mana bu qizni qilgan ishini qarang deb hamma internetda mana shu qiz haqida kimdir negativ, kimdir pozitiv, o'zini aqli yetgancha, ilmi yetgancha fikr bildirib tashladi, to'g'rimi? Kelsa ko'rib chiqamiz, qonun nima deydi? Xuddi shu kabi, ya'ni qizlarimizni majburlab erga berishligimizga yoki ularni erga tegishiga biz to'sqinlik qilishligimizga qonunchiligimiz nima deydi? Xo'p, O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksini ochib qaraydigan bo'lsak, Jinoyat kodeksimizda aynan mana shunday ayolni erga tegishiga to'sqinlik qilganligi uchun yoki uni majburlab erga berganligi uchun javobgarlik belgilangan bo'lib, ushbu harakatlarni sodir qilgan shaxslar hammasi jinoiy javobgarlikka tortiladi. Bu yerda nima uchun u otasi bo'lishi mumkin, onasi bo'lishi mumkin Muzaffar deyishingiz tabiiy. Chunki nikoh ixtiyoriy, nikohda qolish ham ixtiyoriy, nikohdan chiqish ham ixtiyoriy. Bu yerda o'sha ayolni sog'lom oila qurishlik, o'zi xohlagan insoniga, ya'ni er tanlash, turmushga chiqish, oila qurish erkinligini ifodalovchi uning huquqlari belgilab qo'yilgan va mana shu huquqlari kafolatlab qo'yilganligi uchun mana shunday normalarimiz mavjud. Bu yerda endi javobgarlik faqatgina misol otasi, onasi tomonidan qo'y qizim, bu bolaga yerga tegma. Bu ichib chakib yuradigan bizdinlik, g'irt alkash, bomish choyxonadan chiqmaydigan qizlarning orqasidan yuradigan bola qo'y, yaxshi bolalarni o'zimiz topib qo'yganmiz deb mabodo uni fikrini o'zgartirishga undasa, bunda javobgarlik yo'q. Lekin qizga ruhiy tomonlamadir, jismoniy tomonlamadir uni erga tegishiga bosim qiladigan bo'lsangiz, zo'rlik ishlatib, qo'rqitib yoki majburlab harakatga undaydigan bo'lsangiz, ushbu holatda kim bo'lishligingizdan qat'iy nazar javobgarlikka tortilasiz. Mana shu tomonni ham e'tiborga olish kerak bo'ladi va hurmatli qizlar, yana ham tanlov o'zlaringda qo'llaringda. Men qizlarga bu masala bo'yicha nimadir deyolmayman, faqat ota-onalarga bunaqa holatlarda ozgina ehtiyot bo'lishligini tavsiya qilaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lishni va videoni yaqinlaringizga yuborib qo'yishlikni unutmang.